Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarni Ustaxona Tech kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun bizda changi yutgich Samsung 1600 wattli modeli nakleykasi uchib ketmagan bo'lsa ko'rardik. Do'stlar, xullas, changi yutgichimiz mijozlar aytishiga qaraganda changi yutgichimiz muammosi umuman yonmasligi. Kelinglar hozir changi yutgichimizni ochib birgalikda mana shunga diagnoz qo'yamiz. Do'stlar, hozir men etapma-etap ushbu changi yutgichimizni, shu modelimizni qanday qilib ochish kerakligini ko'rsatib beraman. Diqqat bilan, o'tkazmasdan yaxshilab kuzatib boringlar. Do'stlar, birinchi navbatda mana bu qoplarni ochishdan boshlaymiz. Do'stlar, ikkinchi navbatda mana bu knopkamiz ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Mana bu nazarda. Endi do'stlar, changi yutgichimizning krishkasini ochayotgan paytimizda avvalambor mana bu holatda turganimiz mana bu tishlarni chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin ko'targanimizda mana bu tishlarga qarab atyorganni itarib, tepaga ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu tishlarimizni, kirib turgan tishlarimizni ko'targan paytimizda ham tishlardan atadigan qiladi. Do'stlar, davom etamiz. Xo'p. Do'stlar, diqqat qilamiz. Endi mana bu qopog'imizni mana shu yotgan holatida chiqish oson bo'ladi. Chiqara oldik. Do'stlar, diqqat qilamiz dalish. Do'stlar, mana bu parametrlar bo'ylab kameralari bor. Kameralarini yechib olamiz. Do'stlar, multimetrni olib keldim. Multimetrni hozir sizlarga ko'rsatish uchun men qulayroq joylashtirib olaman. Do'stlar, xullas biz kerak bo'lgan ish. Mana bu ikki kontaktni bir-biriga uchun tekshirishimiz kerak bo'ladi. Knopkamizni bosdik va knopkamizning o'zini qo'shilishini tekshirib ko'ramiz. Tester bizda mavjud, endi knopkani tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bizda knopka ishlab turibdi, endi kelib o'chiramiz knopkani. O'chirdik. Lekin umuman primo qilingan. Yo'q, primo qilinmagan, ko'rganimizdek. Xo'p, boshlamiz, qayta tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bizda подключение bor. Endi ko'rib turganimizdek, bizda quvvat yaraganimga motorga mana bundan chiqib ketish kerak bo'lar edi, agar quvvat ishlab turganida. Xo'p, bu muhim emas. Biz mana bu simimizdan simimizga ketish kerak kelib turibdi. Bu simimizdan qo'shilishga o'tadi. Bo'ldi. Bizda demak, quvvatada o'tkazib turibdi. Klient mana bu qismi, upravleniya qismi ishdan chiqqanda, demak, qaysi ustiga olib borganda bundan voz kechgan, ya'ni remont ta'mirdan. Shuning uchun ustalar buni primo qilib bergan. Xo'p, bu muhim emas. Kelinglar, masalani o'zlashmaymiz. Quvvat kabelini tortamiz. Bizda fiksator yo'qligi uchun oyoq qo'ygan bo'ladi. Do'stlar, bizda quvvatimiz mana bu oq qism bo'ladi. Shuni tekshirishimiz uchun kelinglar testerimizni o'lchab qo'yamiz. Xo'p. Testerimiz ishlab turibdi. Xo'p. Xo'p. Mana bu yerda ochiq joy bo'ladi. Qo'yib olamiz. Bir uchun o'tib, bizdan katta o'timiz kerak bo'ladi. Ladni. Tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bizda bor. Validasiyaga ketarkanmi? Xo'p, demak. Xo'p, nimaga ishlamagan? Bor, bahslarni ko'rsatadi. Chunki bizlar o'sha turibdi. Endi ishlab ko'rishimiz kerak bo'lgan. Hozir multimetrlar kelaman. Hop. Hop, güzel. Ekran. Do'stlar, hech qanaqa natija bo'lmadi. Ajratib oldik. Dальше misosimizni ochishimiz kerak bo'ladi. Motor do'stlar. Ushbu samarasini ochiladi. 1 2 3 4 2 3
ochib olamiz. Radnol o'zini original motori turibdi. Bu motor almashtirilmagan ekan. Lekin mana bu yerda adashmasam yo ishga chiqib ketdi yoki bilmadim. Xullas, muhim emas, kelib ulab qo'yamiz. Va ulashni ham bitta dikkat qilishimiz kerak ekan o'zi. Bu yerda motor boshi ham o'ynab yotibdi. G'alati. Xo'p. Yo'q o'xshayapti. Kelinglar kontaktni avval tozalab olamiz. Kontaktni tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, men yangi ishtakiroq keldim. Kapga. Tekshirib ko'ramiz, razmer sapada turadimi? Bunchalarga. Eskisini. Olamiz. Zajimni chiroyli qilib qisqa olishimiz kerak bo'ladi. Quvvati shoshmasdan. Endi motor kiradigan kontaktimizni ham holatini ko'rdik. Bu ham yanglab qolgan. Hozir mana shuni tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu kontaktni tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganimizdek qorayib qoldi. Do'stlar, mana bu najak olamiz deb. Ikki kontaktni ham tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, kontaktimizni tozalab oldik. Qaytadan ulab olamiz. Hop, ko'chirganimiz qolgan sabab zagunlari qo'yib yuborgan shekilli. Mana nomor bilan qotib qo'yamiz. Eshitib ko'ramiz motorimizni. Balki ovozi juda ham yomondir, sachimliklari to'kilgan bo'lsa, bizlarning urinishlarimiz bekor ketadi. Eng yaxshisi o'zi bo'ldi. Ready? Sizlar bu narsani qaytarmaydi. Ovoz ham qattiq. Yura bor.
do'stlar, keling ovozini endi qo'yamizda. Do'stlar, xullas ko'rib turganimizdek motorimizni holatini ko'rishimiz mumkin. Bunaqa paytda motor almashtirish kerak bo'ladi. Motorga restavratsiya qilish bo'yicha masalasi bo'lsa, men restavratsiya qilgan motor. Va bitta narsani ko'rishingiz mumkin, bu motor hattoki o'sha restavratsiya qilishga hattoki uni ham qurishgan yoki restavratsiya qilishgan. Ya'ni izlardan ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana qopqog'idan yuribdi, orqa tomoni rulga almashtirilgan qashingni xullas shu. To'g'ri kerak bo'ladi. Xullas do'stlar, changyutgichimizning ovozini eshitdinglar, muammosi nimadaligini bildik, yoqdik. Ovozi sal qo'polroq bo'lganligi uchun klient bilan maslahat qildim va klient yangi motor qo'ymaslikka qaror qildi. Do'stlar, endi changyutgichimizni yopamiz va qaytadan changyutgichimizni ishlatib ko'ramiz. Do'stlar, mana changyutgichimizni ham yig'ib oldim. Endi kelinglar, bizda changyutgichimiz yonadimi yo'qmi, endi tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, men changyutgichimizni ishlatganimizdan keyin ovoz borligini, qo'polligini aytdim. Klientimiz hozircha shu holatda ishlatishga rozi bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lganlar, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, o'zingizlarning izohlaringizni yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.